Vil Megasun MCJ'ni 10-oktyabr holatiga 2025-yil 10-oktyabr holatiga 105 million soliq qarzdorligi bor. O'sha bo'yicha soliq qarzdorligi bo'yicha mol mulkingiz Vil Megasun MCJ'ni mol mulkini xatlash to'g'risida qarorimiz chiqqan. Bo'yicha hozir xatlov ishlarini amalga oshiramiz. Hozir men pul oldim, o'sha deydi bir 80-82 millionlar atrofida. Hozir olib borib o'shani to'lab beraman-da. Bo'ldi, yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Hozir borib sirasi to'lab berib, kvitansiyalarni sizga ilova qilaman. Megasun MCJ rahbari rahmatulloh Suhrob bo'laman. Shu 2020-yil shu yerda qurilishni boshladik. Mana 5 yildan beri o'z kuchimiz bilan quryapmiz. Shu qurish davomida ishlamagani sababli yer mol mulk solig'iga hozirgi vaziyatda 105 millioncha qarzimiz hosil bo'libdi. Shu munosabati bilan MIP xodimlari, soliq xodimlari kelib bizga ogohlantirish ishlarini olib borib ogohlantirish xatlarini berib keldilar. Hozirgi kunda endi hozir 105 million qarzdorligimiz mavjud. Hozir shu bugunga hozir 80 millionni olib borib to'lab kelamiz. Hozir qolganini tez kunda 2-3 kun ichida qolganini ham yopamiz. Ozgina qoladi. 80 millionni hozir borib yopamiz. Keyin shu qiladigan ishlarimiz, rejalarimiz bor. Loyihamiz xudo xolsa ishga tushadi. Mana 5 yil davomida qurilgan obyektlarimiz endi ishga tushish jarayoniga kelgan. Xudo xolasa ish kuchlarini ko'paytirib, mana shu yerda kami 10-15 kishi inson ish bilan ta'minlanadi xudo xolasa. Kelajakda eksport salohiyatini ko'tarish maqsadida hozir chet elga bugun xudo xolasa 2-3 kundan keyin chet elga chiqish planimizda bor. Borib turib ular bilan kontrakt tuzib kelamiz. Xudo xolasa shartnoma tuzib kelamiz. O'zaro Yevropada kelgan mahsulotlarimizni reeksport qilib, birinchi O'zbekistonga tushiramiz, O'zbekistondan keyin Rossiyaga chiqaramiz. Shunaqa loyihalarimiz bor. Hozir Turkmanistonda loyiha qilyapmiz. Yevropa, Rossiya, O'zbekiston hamkorligida shu eksport salohiyatini ko'tarish maqsadida borib kelmoqchi bo'lyapmiz. Asosan biz eksport mahsuloti bu endi jo'ja mahsulotining onasi Yevropa davlatida genini ishlab chiqarilgan, o'sha Vengriya, Gollandiya davlatidan o'sha yerdan biz tuxum va shu broiler jo'jalarimizni onalarini olib kelamiz. Onalarini olib kelib, matishni shu biz o'zimizda tuxum bo'ladi, o'zimizda jo'ja chiqadi, o'zimizda go'sht yana mahsulotlar yanada arzonlashadi. Xudo xolasa loyihalarimiz shundan iborat. Xudo xolasa 2-3 kunda bular ham ishga tushadi. Mana endi korxonamiz ishga tushdi. Soliqdan endi xudo xolasa qarzdorligimiz bo'lmaydi. Xudo xolasa vaqtda отчетlar topshirilib, mana ishlash jarayonini yanada kengaytirish maqsadimiz bor. Xudo xolasa bundan keyin soliq cho'zilmaydi, o'sha vaqtida xudo xolasa to'lab boriladi. Soliq cho'zilsa o'zimizga ham zararligini bilib tushunchamiz yetib bordi. Mana peniyalari bor, yana kelib turib mana shunaqa holatlar bo'ladi. Shuning uchun o'zimizda ham ishonchimiz komilki, shu soliqni vaqtida to'laydigan ishonchimiz bor. Vaqtida to'lab shunaqa holatlar bo'lmasligini, yana qaytarilmasligini harakatida bo'lamiz. Albatta jarimalar, mana peniyalar bizga katta bizga zarar keltiryapti. Hamma ishxonamizga ham shuni hisobiga tez-tez soliqlarni yopish harakatiga bo'lamiz endi. Men Sirdaryo viloyat soliq boshqarmasi soliq qarzi majburiy bo'lim katta inspektori Eshboyev Abdumajid Vil Sirdaryo tumanida joylashgan Vil Megasun MCJ'ni 105 million so'm yer mol mulklardan bo'lgan soliq qarzdorligini undirish bo'yicha xatlov ishlarini amalga oshirishga kelganimizda MCJ rahbari rahmatulloh Suhrob aka 105 million soliq qarzdorligidan 80 millionni to'lab berdi hozir. Qolgan 20 millionni ham 3 kun ichida yopib beraman deb va'da berdi.